Gurulat mexanika zamin va poydevorlar fanidan 3-chi amaliy mashg'ulot poydevorlarning minimal joylashish chuqurligini aniqlash, poydevorning o'lchamlarini aniqlashdan iborat. Ularni amalga oshirishimiz uchun quyidagi amallarni bajaramiz. Bino inshootlarning poydevor joylashadigan eng minimal chuqurligini belgilashda qurilish maydonini geologik, gidrogeologik va iqlim sharoitlarini hisobga olish katta ahamiyatga ega. Poydevorning joylashish chuqurligi bukuvchan gruntlar sharoitida zaminni muzlash chuqurligiga hamda zamin grunt qatlamini ehtimoli bo'lgan yuvilish chuqurligiga qarab belgilanadi. Aksariyat hollarda gidrotexnika inshootlarning poydevorlari daryo o'zanida joylashadi. Shu sababli ularning zaminni sovuq iqlim sharoiti ta'sirida himoyalangan bo'ladi, ya'ni muzlamaydi. Poydevor zaminni suv yuvib ketmasligi uchun devorni daryo tubidan pastroqda joylashtirish zarur. Poydevor joylashadigan chuqurlikni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi. Bunda poydevorning minimal chuqur joylashishi daryo tubi atmetkasidan yuvilish chuqurligi atmetkasini ayrilgan holatda delta H, demak yuvilish chuqurligini xatoligi plus T zaxira koeffitsiyenti orqali amalga oshiriladi. Bunda bu yerda mazkur tayanch atrofidagi gruntning yuvilib ketish chuqurligini aniqlashda yuz berish ehtimoli bo'lgan xatolik rejalangan yuvilish chuqurligiga taxminan 0,1 0,2 o'rtacha hisobda 0,15 qismiga teng bo'ladi. Keyingi elementimiz daryo tubini sathi. Keyingisi daryo tubini ehtimoli bo'lgan yuvilish sathi hisoblanadi. T. Daryo tubini ehtimoli bo'lgan yuvilish qatlami chuqurligiga qarab qabul qilinadi. Agarda yuvilish chuqurligi 1,5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, zaxira koeffitsiyentini 2 deb qabul qilinadi. Agar yuvilish chuqurligi 1,5 dan kichkina yoki unga teng bo'ladigan bo'lsa, 2,5 deb qabul qilinadi. Bundan ko'rinib turibdiki, daryo tubini ehtimoli bo'lgan yuvilish qatlami chuqurligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Ya'ni daryo tubi atmetkasidan yuvilish chuqurligi atmetkasi ayriladi. Va qurilish va me'yorlar, qurilish qoidalari va me'yorlariga e'tibor bergan holatda birdan kichkina yoki birdan kattaligi qabul qilinib, unga qarab zaxira koeffitsiyenti belgilanadi. Shunday qilib, zaminni yuvilib ketmaslik sharoitiga muvofiq poydevorning minimal joylashish chuqurligi quyidagi formula orqali aniqlab topiladi. Bu umumiy formulasi, demak, bunda berilgan qiymatlarni qo'yib, bemalol poydevorni joylashish chuqurligini aniqlash imkoniyatini yaratib beradi. Odatda poydevor ostidagi gruntning mustahkamligini inshoot ustunlari tayyorlangan betonning mustahkamligidan kichikdir. Shunga ko'ra poydevorning pastki qismi enliroq qabul qilinadi. Beton cho'zilishga, egilishga, yorilishga bardoshliligi pastdir. Shu sababli poydevorning bikir bo'lishini ta'minlash zarur. Shunda poydevorning pastki tomoni eng katta kengaytirish darajasi betonning bikirlik burchagi alfaga qarab belgilanishi shart. Shu burchak ko'prik ustunlar konstruksiyalari uchun 30 gradusdan oshmasligi lozim. Demak, poydevor ostki yuzasini o'lchamlari quyidagi chekli qiymatlardan katta bo'lmasligi kerak. Ya'ni poydevorning eng katta qismini o'lchami B cheklanganlikka teng yoki undan kichkina bo'lishi lozim. Uzunligi ham xuddi shunday, demak, uzunligi chegaraviy uzunlikka teng yoki undan kichik bo'lishi lozim. Poydevorning cheklangan kengligi va uzunligi yuqoridagi talablarga muvofiq quyidagi formula yordamida aniqlab topiladi. B cheklanganligini aniqlash uchun inshoot tayanchining kengligi plus 2 ko'paytirilgan dp tangens 30 gradus orqali amalga oshiriladi. Uzunligi ham shunday qiymatlar asosida hisoblab topiladi. Bu yerda B akvaduk ustunining kengligi hisoblanadi. Lt akvaduk ustunining uzunligi hisoblanadi. Bu qiymatlarni, demak, inshoot tayanchining kengligidan kelib chiqib tanlanishi mumkin bo'ladi. Poydevorning cheklik kengligi aniqlash doir hisobiy sxema quyidagi
da ko'rishimiz mumkin. Bu joyda alfa ichki birikish burchagi, demak bu 30 gradusdan oshmasligi lozim bo'ladi. Poydevorni keyingi, ya'ni dastlabki o'lchamlari, demak b teng 0,5 dan, ya'ni 50% dan 90%gacha becheklangani kengligiga teng qilib qabul qilinadi. Va so'ngra demak poydevorda qolgan o'lchamlari baholanishi mumkin bo'ladi. Poydevorning maksimal kengligi b cheklanganlikka teng qilib ishlash mumkin. Bu holda demak poydevor ostidagi gruntning qarshiligi eng kichkina holatda bo'lish kerak bo'ladi. Poydevorning minimal kengligi bo'ladigan bo'lsa, zaminni, poydevor ostidagi zaminni qarshiligi eng katta holatlarda demak minimum o'lchamda qurishga imkon yaratadi. Zamin juda mustahkam bo'lgan hollarda poydevor chetlarining kengligi konstruktiv jihatdan kamida 20 santimetr qilib qabul qilinadi. Agar poydevor 2 pog'onali bo'ladigan bo'lsa, demak quyidagicha amalga oshiriladi. Agar poydevor 3 pog'onali bo'ladigan bo'lsa, demak 3 ga bo'linadi. Poydevor pog'onalarining balandligi 70 santimetrdan 250 santimetrgacha bo'lishi lozim. Undan kichkina yoki kattalashib ketadigan bo'lsa, qurilish me'yorlari va qoida talablariga javob bermasligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Poydevor pog'onalar chetining kengligi delta harfi bilan aniqlanadi va quyidagi ifodalar orqali aniqlab topiladi. Agar pog'onalar soni 2 ta bo'lsa, demak birinchi formuladan aniqlab topishimiz mumkin bo'ladi. Agar pog'onalar soni 3 ta bo'lganda, quyidagi amalni bajarishimizga to'g'ri keladi. Poydevor pog'ona chetining kengligi 0,2-1 metr chegarada qabul qilinadi. Agar hisoblab topilgan chegara chetki qismining kengligi 20 santimetr 1 metr oralig'ida bo'lmaydigan bo'lsa, demak uni boshqacharoq konstruksiya yoki demak uni pog'onalar sonini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Beton poydevorlarning gabarit o'lchamlari 0,1 ga karrali, poydevor chetlarining o'lchamlari esa 0,5 metrga karrali bo'lishi lozim. Material sifatini kamaytirish maqsadida sayyoz joylashgan poydevorning pog'onali konstruksiyasi qabul qilamiz. Bunda poydevorning har bir pog'onasi o'lchamlari pog'onalar soniga ko'ra quyidagicha aniqlanadi. Poydevor har bir pog'onasining kengligi demak quyidagicha amalga oshiriladi. B1 birinchi pog'ona, B2 uchinchi pog'ona o'lchamlari keltirilgan. Poydevorning har bir pog'onasining uzunligi ham xuddi shunda kengligini topgan singari demak amalga oshiriladi. Pog'onalarning o'lchami aniqlab topilgandan so'ng demak poydevorning uchala ko'rinishi, ko'ndalang kesimi, bo'ylama kesimi, demak plandagi ko'rinish holatlarida chizib olinadi. Bunda barcha o'lchamlarini ko'rish imkoniyatini yaratib beradi.